Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Alloh bizni haq so'zni eshitib, unga chiroyli suratda amal qiluvchilardan qilsin. Agar ushbu ma'ruzalarimiz sizga manzur bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang va yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Zero haq so'zning tarqalishiga sabab bo'lish ham bir savobdir. Alloh qalblarimizni haq yo'lda sobit qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, o'tgan darsimizda xulq haqida, xulq manzilat haqida dars boshlagan edik, davom etkazamiz. Kechagi darsimizning xulosasi, agar biz shioriy ibodatlarni zo'r qilsak-ku, ammo taomuliy ibodatlarga beparvo bo'ladigan bo'lsak, shioriy amallarimiz bizga foyda qilmay qolishi mumkin. Shioriy ibodatlar bu namoz, roza, haj, umra shiorlari, islom shiorlari. Agar bularni zo'r qilsak-ku, ammo muomala odoblariga, muomala ibodatiga, taomuliy ibodatlarga beparvo bo'ladigan bo'lsak, qilayotgan ibodatlarimizning foydasi bo'lmay qolishi mumkin. Dinni mevalaridan to'liq foydalanishimiz uchun, dinning bizga beradigan samaralarni hammasini totib ko'rishligimiz uchun bizda shioriy ibodat ham bo'lish kerak, taomuliy ibodatlar ham. Axloqimiz go'zal bo'lmasa, qilayotgan ibodatlarimizning foydasi bo'lmay qolishi mumkin. Kechagi darsimizning xulosasi shu edi, davom etkazamiz. Ali roziyallohu anhu aytadi, dinning ustuni 4 ta. Ilmiga amal qilayotgan olim, ilm o'rganishdan uyalmagan johil, molida baxillik qilmagan boy, dunyosini deb oxiratini sotmagan faqir. Agar olim o'zini ilmini zoya qilsa, johil ilm olishdan uyalsa, bu yaxshilik emas. Biz birodarlar musulmon sifatida oilamiz oldida javobgar bo'lamiz. Ota-ona bilan qilgan muomaladan qiyomatda hisobga tutilamiz. Umuman odamlar bilan qilayotgan muomalalarimizda qiyomatda hisob beramiz. Odamlar bizni namoz, ro'zamizga qaramaydi birodarlar. Bizni axloqimizga, muomalamizga qaraydi. Rozgo'yligimiz, kamtarligimiz, iffatimizga. Agar bizni sulukiyatimizni ko'rib turib, dindan tashqarida yurgan odamlar dinga muhabbati oshmayotgan bo'lsa, demak biz komil musulmon emasmiz. Qaytarib aytaman. Sunnatga qancha ko'p amal qilyapsan, qancha masjidga ko'p yuguryapsan, bunga qarashmaydi. Axloqingga qaraydi, odobingga qaraydi, halolligingga, muomalagingga, tozaligingga. Mana shunga qarab turib senga baho beradi va dinga muhabbat uyg'onadi. Agar odamlar sen mana shunday bir komil musulmon bo'lsang, mana musulmon manaqa bo'ladi. Din naqadar go'zal narsa-ya deyishadi. Agar shunday deyishmayotgan bo'lsa, demak sen komil musulmon emassan. Eng yaxshi odam kim? Allohni bandalarga chiroyli qilib ko'rsatib berayotgan odam. Bandalarni Allohga chiroyli qilib ko'rsatib berayotgan odam haqiqiy yaxshi inson. U boy bo'lishi mumkin, kambag'al bo'lishi mumkin, olim bo'lishi mumkin, omiy bo'lishi mumkin, ilmli yoki savodsiz bo'lishi mumkin. Bu muhim emas. Sizni ko'rib turib odamlar dinni yaxshi ko'rdimi? Ana Allohni yaxshi ko'rgan bandasi qanaqa bo'ladi? Ana musulmon odam qanaqa bo'ladi? Dinni yaxshi ko'rdi, Allohni yaxshi ko'rdimi, siz zo'r odamsiz. Endi buni o'rniga sizni ko'rib turib, ana musulmonlarning ahvoli ko'rdingmi? O'zi masjiddan hozir keldi, yolg'on gapiryapti. Ana soqolni qo'yib olgan. Bu axloqini qara. Deb turib, dinni siz tufayli yomon ko'ryaptimi? Demak, eng yomon odam siz bo'lasiz. Birodarlar, biz axloqimiz bilan da'vat qilishimiz kerak. Gapirmasak ham zo'r da'vatchi bo'lishimiz mumkin. Nimamiz bilan? Axloqimiz bilan. Siz bilan biz nafs tarbiyasi silsilalaridan axloq manzilatini o'qiyapmiz. Din nima yo Rasululloh deb so'radilar sahobalar. Husnul xuluq deb javob berdilar Rasululloh. Go'zal xulq. Qaysi birodaringni axloqi sendan baland bo'lsa, uni iymoni ham sening iymoningdan baland bo'ladi. Tasavvuf ulamolar aytadi, qaysi birodaringni axloqi sening axloqingdan baland bo'lsa, uni tasavvufi sendan yuqori ekan deydi. Tushunarlimi? Qiroatni zo'r qilib o'qib berdi qor aka. Bir patoga kirdi, shunaqa qiroat qildi, eritib yubordi. Chiqib turib qiljin qilib tursa.
umuman bu qiroatni egasiga yarashmaydigan fe'l atvorni qilib tursa, boyagi qiroatinichi mana bu axloq nima qiladi? Yopib tashlaydi. Ukalar, axloq birinchi o'rinda. Demak, islomni odamlar bizni axloqimizga qarab tanisin, islomni shu tufayli yaxshi ko'rsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Ravza-i Sharifiga borganlar. Qaranglar-da, Rasulullohning ravzasiga kelgan musulmonlar yig'laydi. Nima uchun yig'laydi? Ular payg'ambar alayhisolamni ko'rishganmi? U zot bilan gaplashishganmi? Qo'llaridan biror narsani olishganmi? Yo'q. Nimaga yig'lashyapti? Chunki yaxshi ko'rishadi. Nima uchun yaxshi ko'rishadi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarining shaxsiyatida ibratni ko'rsatib berganlar. U zot sabrli bo'lgan, boy bo'lganda ham, kambag'alda ham bo'lganda ham, kechirimli bo'lgan, zaif bo'lganda ham, kuchli bo'lganda ham. Rasululloh hech qachon aytgan gaplariga qilgan ishlari teskari kelgan emas. Rostgo'y, omonatdor, muloyim, rahm shafqatli, kechirimli. Bunaqa odamni kim yaxshi ko'rmaydi, birodarlar? Shuning uchun Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam eng oliy namuna, eng oliy ibrat bo'lganlar. Chunki Alloh taolo aytayapti buni. Astagfirullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha katira. Allohga iymon keltirgan, qiyomatga iymon keltirgan, oxiratdan umidi bo'lgan va Allohni ko'p eslaganlar uchun, biz uchun, musulmonlar uchun Muhammad alayhisalomning shaxsiyatida go'zal ibrat namuna bor deydi Alloh taolo. Hamma narsani payg'ambarimizdan o'rganishimiz kerak. Bir kishini tasavvur qiling, ilm majlisiga yillar davomida keladi. Doim masjidda namoz o'qiydi. Ma'ruzalar eshitadi, ta'sirlanadi. Ammo eshitgan, o'rganganiga amal qilmaydi. Bu kasallik bu. Futbol o'ynayotganda o'zi tuta olmaysizmi? Baqir-chaqir, jirillash, g'azablanish, oyog'iga tepish, mashina minayotganingizda odamlarni haq-huquqlariga qaramasdan ustiga yurasizmi? To'g'atmaysizmi? Demak, bu qalbingizdagi kasallik belgisi, birodarlar. Bilib qo'yinglar, biz eshitayotgan ma'ruzalarimiz, eshitayotgan nasihatlarimiz, o'qiyotgan kitoblarimizdan ta'sirlanib, hayotga buni tatbiq qilmayotgan bo'lsak, bu ma'lumotlar bizni zeriktirib qo'yadi. Qaytarib aytaman, eshitayotgan ma'ruzalarimizga amal qilmasak, hayotimizni o'zgartirmasa, bu ma'ruzalar bizni zeriktirib qo'yadi. Faraz qiling, dadangiz mashina olib berdi. Bo'ydoq yigit. Xursandsiz. Pravez yo'q. Mina olmaysiz. Apkirib olib uyda yuvasiz bir kuni. Kechgacha yuvasiz. Hamma yo'g'ini yuvasiz. Chiroyli qilib qo'ydingiz. Tomosha qilib kirib ketdingiz. Xursandsiz. Ertasi kuni chiqdingiz, pravez yo'q, mina olmaysiz. Nima qilasiz? Plisoslaysiz ichlarini. Polirovkalaysiz, xursandsiz. 3-kun ishtiyoq pasayadi. Atrab kelib yilasiz, bir bolalar yopishtirasiz. Bir hafta qaraganingizdan keyin zerikasiz. Nimaga zerikasiz? Mashinadan foyda olmayapsiz-da. Mashinadan manfaatlanmayapsiz-da. Uzoqingiz yaqin qilmayapti-da. Foydalana olmayapsiz-da. Shuning uchun zerikib qolasiz. O'shuning uchun lillahil masalul a'la. Eshitayotgan ma'ruzalarni bitta tatbiq qilamiz hayotimizga, keyin bu ma'ruzalardan foyda olamiz. Agar faqat eshitib qo'yadigan bo'lsak, bu ma'ruzalar bizni nima qiladi? Zeriktiradi. To'g'rimi? Ma'ruza eshitishda ham o'zining texnologiyasi bor. Bir kunda bitta ma'ruza eshitsanglar yetadi. Xo'p. Juda oshib borsa 2 ta. Endi Bishkekka ketguncha masala eshitadiganlar bor mashinada. Bu ma'ruzani sizlarga foydasi yo'q. Nimaga demisizmi? U fon bo'lib qoldi-da u. Siz bitta mavzuda eshiting, 20 minutlik o'chiring. O'shani hazm qilib keting. Yoningizdagi sheriklar bilan bahs qilib keting, savol-javob qilib keting. Keyin qoladi kallangizda. Yo'q, kelguncha 8 soat masalani eshitib keladi. Biz nimani xohlayapmiz, birodarlar? Biz Allohga yaqin bo'lishlikni ta'mini totib ko'rmoqchimiz. Allohga bo'lgan muhabbatni ta'mini totib ko'rmoqchimiz. Bizni mashaqqatdan yengillikka olib chiqadigan,
g'am tashvishdan rohatga olib chiqadigan hisni totib ko'rishni xohlayapmiz. Agar biz o'zimizni musulmonman, dindorman deb turib, odamlarning eng baxtlisi bo'la olmayotgan bo'lsak, bizni dindorligimizning qiymati juda ham past ekan. Bizi hayotdagi eng muhim g'amimiz nima bo'lishi kerak? Biz eshitgan va o'rgangan oyatga amal qilishimiz kerak. Agar biz eshitgan, o'rgangan, bilgan narsamizga amal qiladigan bo'lsak, shundagina dinning hamma mevalaridan bahra olamiz. Odamlarga million marta rasul bo'lish kerak deng, saxovatli bo'lish kerak deng, odil bo'lish kerak deng, lekin biron marta ko'rsatib bera olmasangiz, odamlar zerikadi bundan. Ana shu mashhur muhaddis Madinadan Basrga qarab yo'l oldi. Nimaga? Bir odam bor ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis eshitgan ekan. Hali muhaddis bu hadis biladigan odamni topib bordi. Qarasa, uzoqdan ko'rib qoldi. Tuyasimidi, otimidi qochib ketgan, haligini quvalab tuta olmayapti. Endi chaqirib tutib olishligi uchun etagiga xuddi bu narsani solgandek, arpamidi, bug'doymidi, haligi etagidagi yo'q narsa bilan otiga ishora qilib yoki tuyasiga ishora qilib chaqiryapti. Etagida hech narsa yo'q. Muhaddis bu odamlar hadisni olmadi. Nima uchun? Hayvoniga ham yolg'on muomala qiladigan odam payg'ambarimizdan hadis aytishga haqqi yo'q dedi. Shuning uchun birodarlar, biz eshitgan bilganimizga amal qilmagunimizcha dinni hamma samarasidan foydalana olmaymiz. Masjidlar odamlar bilan to'la, ma'ruzalar keragidan ziyoda, ammo shunaqa bo'lsa ham musulmonlarning orasida, shu masala eshitgan musulmonlar orasida savdosida yolg'on bor, va'dasini bajarmaslik bor, ahdida turishlik yo'q, demak amal yo'q. Mana endi axloqqa tegishli bo'lgan Qur'oni Karimda oyatlarni o'qiymiz. Qur'oni Karimdagi oyatlar odob axloqqa tegishli. Birinchi oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va innaka ala xuluqin azim. Albatta siz ey Muhammad alayhisalom buyuk xulq ustidadirsiz. Alloh taolo Muhammad alayhisalomning qadrini o'lchayotganda axloqini aytayapti. Odamlar ham o'zaro bir-birlarini qadr qiymatini o'lchaydigan o'lchovlari bor. Boylik, chiroy, nasl nasab, quvvat, mansab, xullas shunga o'xshagan narsalar. Va mana shu narsalar bilan biri ikkinchisidan afzal deb biladi yoki past deb biladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bashariyatning eng afzal vakili bo'lgan Muhammad alayhisalomni maqtaganida qaysi sifatini zikr qildi? Axloqini. Albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Bu oyatni ulamolar turli tafsir qilishgan. Ba'zilari din bu xulq deyishgan. Go'zal xulq bu din deyishgan. Dindormisan? Axloqing go'zal bo'lmay iloji yo'q. Qaytarib aytamiz. Dindormisan? Dinni ushlagan musulmonmisan? Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Axloqi buzuq odam dindor bo'la olmaydi degani. Abdulloh ibn Abbos va Imom Mujohidlar bu oyatni bergan tafsirida din go'zal xulq deb aytishadi. Bir mashinani tasavvur qiling. Kuzovi juda ham go'zal holatda. Saloni super salon. Diskalari ham eng qimmat diskalar. Bitta muammo bor faqat. Nimasi yo'q uni? Motori yo'q. Demak, mashina yo'q-da. Agar biz axloqimizni o'xshatish kerak bo'lsa, shu mashinani motoriga o'xshaydi. Motori yo'q mashina emasmi? Axloqi yo'q musulmon komil musulmon emas. Axloqni mana kechagi darsimizda o'qidik. Ja'far ibn Abi Talib din nima deganda aqidani gapirib turib, orqasidan darrov axloqni gapirdi. Aqidaga ko'p e'tibor beryapmiz, xulqqa e'tibor bermayapmiz. Vaholanki ibodatingiz ham, aqidangiz ham axloqingiz bo'lmasa qiyomatda foyda qilmay qolishi mumkin ekan. Aytdik-a buni kechagi darsimizda. Yoki eng oxirgi rusumdagi takarni stanok. Mana buncha funksiyani bajara oladi. Bir soatda mana buncha bir detalni ishlab chiqara oladi. Lekin sveti yo'q. Demak, stanok yo'q. Axloqingiz yo'qmi? Demak, dindorligingiz ham nuqsonli siz. Xulosa,
Agar biz axloqni, go'zal axloqni bir chekkaga surib qo'yadigan bo'lsak, bunaqa go'zal xulqqa beparvo bo'ladigan bo'lsak, nafsimizni poklashlikka loqatlik bilan qaraydigan bo'lsak, qalbni musaffolik bilan ishimiz bo'lmasa, dinni katta qismini tark qilib qo'ygan bo'lamiz. O'shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi bizni, birodarlar. O'shuning uchun namozda zerikib ketamiz. O'shuning uchun qiroat cho'zilib ketganga o'xshaydi. Usmon ibn Affonning gapi bor. Agar qalblarimiz deydi, bu xalifa-i Roshid, Zinnurayn. Agar qalblarimiz musaffo, pok bo'lganida Robbimizning kalomini eshitdan malollanmas edi deydi. Mana shablon, mana o'lchov, mana andoza. Agar qalblarimiz sof bo'lganida, qalblarimiz musaffo bo'lganida, Qur'on tinglab zerikmagan, charchamagan, malollanmagan bo'lardi deyapti. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Idfa billati hiya ahsan. Siz har qanday yomonligini eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Astagfirullah. Va la tastavil hasanatu va las-sayyi'a. Idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Alloh taolo Fussilat surasida aytayapti. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolur. Sizga yomon gapirgan, yomon muomala qilganga chiroyli muomalangizni qilavering, Alloh uni do'st qilib qo'yishini aytayapti. Formula ekanda bu. O'rtani isloh qilmoqchimisiz? Kibringizni sindirasiz. Alloh uchun boribdi, assalomu alaykum birodar deysiz. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz har qanday yomonligini eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda nima bo'ladi shunda? Banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolur. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.